navronlik aravachasida bo'lsa ham, hassa suyanib yursa ham, sog'lom bo'lsa ham, erta men bilan yashaydigan inson kerak. Bugun bir kun xotin qilib, ertaga haydaveradigan inson kerak emas. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Safargul, 32 yoshdaman. Bobojon Uz kanaliga mana bugun kecha keldim. Turmushga chiqish maqsadida. Ko'p videolarni ko'rdim. Qilman shu yerda qizlar o'z tengini, o'z baxtini izlab, baxtli bo'lib, turmushga chiqib, oqlobasi kiyib, turmushga chiqib ketayotganini. Menga navronlik aravachasida bo'lsa ham, hassa suyanib yursa ham, sog'lom bo'lsa ham, erta men bilan yashaydigan inson kerak. Bugun bir kun xotin qilib, ertaga haydaveradigan inson kerak emas. O'zi hayotda qiynalganman. Turmush o'rtog'imdan keyin ancha qiynaldim. Hozirgi vaqtda sog'lomman. Bironta gruppa nafaqa puli olmayman. Qo'limdan ro'zg'or ishlari, pazandachilik, tomorqaga ishlash, mol holga qarash, hamma narsa keladi. Ertaga men yashaydigan inson uyli, joyli, erta men bilan bir umr yashaydigan inson bo'lsa, mana shu narsani orzu qilib kelganman.